O'zlari aytgan bo'lar ekanlar, mabodo olamdan o'tsam 7 ta sobit qilasizlar deb. Nima uchun 7 ta sobit qilamiz deb so'rashsa, chunki 7 iqlimdan keladi, so'raganlarga berasizlar. Bo'lmasa musulmonlarning o'rtasida talash, urush, adovat bo'lmasin deydilar. Oxirgi tobutni oq tuyalarda, yuzlari niqobda, aravalarda keladi, shularga berasizlar degan bo'lar ekanlar. Kutishgandan keyin tasvirlab bergan odamlari kelib, endi bu tobut bizga tegishli, biz olib ketamiz deganda berishar ekanda, so'rashar ekan. Bobomizni qayerga olib boradilar, qayerdan topamiz desa, atroflarni tog', ichqil qo'shilishdi. Oq suv bilan ko'k suvda, tepalikda kim nima niyat bilan borsa niyati yetadi, shohi barbaraga deydilardi. O'sha paytlar shohi barbaraga Hazrat Alini taxalluslari shohi mardon bo'lgani uchun bizning shohi mardon. Azizlar, Alpomish onasi ham kelib shu yerda ziyorat qilib, Xudodan bir duo qilib farzand tilaganda Alpomish tug'ilgan ekan deb o'tdi.